Rossiyada katta bir fabrikada ish bor. Smenasi, bezabyom, 3 mahal ovqat, yotoq joy, registratsiya, borib kelish, forma hammasi kompaniya hisobidan mutlaqo bepul. To'g'ridan uy joyini kompaniya topshirib beradi. Sizdan qilinadigan talab bu shunchaki Moskva yoki Moskovskiy oblast patent qo'lda bo'lsa bo'ldi. Yosh chegarasi 18 yoshdan 55 yoshgacha hamma ishga qabul qilinadi. Bu fabrikada nima qilinadi Zuhriddin deydigan bo'lsalar, bu fabrikada ovqat tayyorlanadi. Ya'ni kimdir kartoshka fri tayyorlaydi, kimdir upakovka qiladi, kimdir pirog pishiradi, xullas kimdir povur yordamchilik qiladi. Mana shunaqa o'zimizni oshpazlik ishlari. Hamma bu narsani eplaydi va upakovka qiladi, kimdir stiker yopishtiradi, korobkalarga joylaydi. Hamma ish bor xullas. Shuning uchun qo'lda dokument bormi? Rossiyadamisiz, ish qidiryapsizmi? 105 ming rubldan 150 ming rublgacha soat bay oylik. Qancha soat ko'p ishlasangiz, shuncha ko'p oylik chiqadi. Eng muhimi sizda Moskva yoki oblast patent bo'lishi shart. Qolgan narsalar muhim emas. Ishni bilish, bilmaslik farqi yo'q. Ish albatta o'rgatiladi. 11 soat ish vaqti, aytib o'tgandek 3 mahal ovqat, yotoq, registratsiya, borib kelish forma hammasi kompaniya hisobidan. 2-3 mahal ovqat bor bu yerda. Qaysidir pozitsiyalarda 2 mahal ovqat, qaysidir pozitsiyalarda 3 mahal ovqat. Bu haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun pastda raqamlarimiz turibdi. Hoziroq aloqaga chiqing, o'z joyingizni band qiling. Joylar soni cheklangan. Bu ishimiz Moskovskiy oblastda Narafamskda kulinarniy fabrika. Bu yerga Moskva yoki oblast patenti bo'lsa bo'laveradi. Aytib o'tgandek 55 yoshgacha erkak ayol hamma ishga qabul qilaveradi. Glavnisi ishda ishtiyoq bo'lsa, ishlayman deydigan, yuragida o'ti bor aka-opa singillarimiz bormi? Unda tezda pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, videoga maksimal like bosib, kommentariyada omad Zuhriddin so'zi yozib, ish qidirib yurgan akalarimizga tezda shu videoni jo'natib qo'yasizlar.